şerin tushlar. Mehr muhabbatli qalblar şerin tushlar. Şerin tushlarning reallikdagi sahnasi şerin tushlar. Assalomu alaykum, naq maydonlik tomoshabinlar va shohlar, ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar. Xinjiang xilos kasbiy taraqqiyot chekish sherkiti alayda qo'llagan, Xinjiang sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish sherkiti alayda talab qilgan ixlos şerin tush programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Men riyosatchi Zumrat Abduqodir. Şerin tush programmasi Xinjiang televiziya stansiyasi bilan LB Madaniy taraqqiyot chekish sherkiti birlashib ishlaydigan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil ish tusidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzusi uchun maydon hozirlash va shohlar ahamiyatlik orzu, ahamiyatlik g'oyalar uchun yordam berish maqsad qilingan programma. Korxonachilarning taraqqiyoti xalqning qo'lishi va shunaqla yaxshi mahsulotni barliqqa keladi, taraqqiyotga erishadi. Xalqdan elib xalqqa yetkazish har bir korxonachilarningki bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati va shunaqla eng yorqin jilasi hamda iste'molchilarning umididir. Şerin tush programmasiga şerin tush orzularini amalga oshirish uchun qo'llarini sunib, mehr bilan uzatgan barliq korxonachilarga programma gruppasidan va barliq maylanamdan alayda tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programmamizga alayda qatnashgan aziz mehmonlardan Abnum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi Azat Sultan apandi qarshi olamiz. Abnum rayonlik millatlar din ishlari komiteti qadimiy asarlar tadqiqot ishxonasidan Munavvar Habibulloh xonim qarshi olamiz. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, korxonachilarni bir tanishtirib o'tsam, Xinjiang sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish sherkitining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi qarshi olamiz. Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot chekish sherkitining lider yordamchisi Ablat Yasin apandi qarshi olamiz. Urumchi Mag'rib suvli chekish sherkiti miros kiyimchiligining muavin mudir direktori Turg'unjon Tursun apandi qarshi olamiz. Xinjiang Bug'da doktorxonasining davolash boshqarish bo'limi nazoratchisi Abduqodir Mishd apandi qarshi olamiz. Xinjiang Tabassum xalqaro suvli chekish sherkitining lideri Yusufjon To'xta apandi qarshi olamiz. Xinjiang Longbo mablag' silish guruhi chekish sherkitining bosh direktori Habibulloh Salay apandi qarshi olamiz. Xinjiang Sadoqat biopantexnika taraqqiyot chekish sherkiti, Xinjiang Sadoqat Uyg'ur tibobat lo'rigarlik chekish sherkiti, Xinjiang Sadoqat bio xalqaroliq savdo chekish sherkitining bosh direktori Muhammad Tursun Hikim apandi qarshi olamiz. Xinjiang Uysnigil savdo chekish sherkitining bosh direktori Yasirjon Muhammad apandi qarshi olamiz. Xinjiang Ihson maychilik chekish sherkitining bozor uchur bo'limidan Nurali Asqar apandi qarshi olamiz. Xinjiang Intel kasbiy texnik tarbiyalash maktabi va Xinjiang Intel madaniyat taraqqiyot sherkitining qurg'uvchisi Ablat Abdulla apandi qarshi olamiz. Karvon to'rining bosh mas'uli Lutfulloh Asad apandi qarshi olamiz. Amalarning izgat bilan bosgan qadamlarga marhaba. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, navbatda she'r tush programmasi rasmiy holda boshlandi. Qanday sahnimizda Shamsiya Abaydullah. İliz gülden kuşa kuş Medet doktor söygüdün Gel yanımda kaydı çüş Şirin çüş Şirin çüş Assalamu alaykum naqliraniki qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizorga kelgan do'stlar. Hammalarga o'tliq salom. Men Shamsiya Abaydullah. Mahirimiz sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Sizda umoqsiz ko'zingiz kulib turdi ekan jimob. O'zingizni bir tanishtiring boshda. Men Xinjiang Moliya iqtisod universitetining o'quvchisi Nuriman Gulmamatman. Nuriman. Şirin tush sahnimizga kelganingizni qarshi olamiz. Qanday arzu-armonlar bilan keldingiz? Men shu tug'ilishimdan tortib mishdan menga yor yo'lak bo'lib kelayotgan mening shunday cho'ng shaharda o'qish orzuyimni amalga oshirib, o'zining orzusidan voz kechib, men uchun mushtaq chapatat kelayotgan singlimga rahmat aytish orzusiga keldim. Singlimiz siz uchun qurbonlik beryapti, shundaqmi? Konkretroq aytgan vaqtda siz uchun nima ishlarni qilyapti singlimiz? Boshlang'ich maktabda aytib bersak, u mendan 1 yosh kichik maktabga kirdi. Andan keyin o'rganishlarda qiynalib, dastlabda uning savodi chiqmay o'quvchilardan kebanglab ketdi. Andan keyin shu o'rganish bisimiz bek ig'ir bo'lgandan keyin o'chiq yetishmay keyin qolib qoldi. To'liq o'tirib chiqqan vaqtimizlardimi u aslida uning soqchi bo'lgan sifatida azaldan men uning orzusini ufqatdim. Lekin meni deb amma aya ketib qolsam meni ajam qaysi maktabni tanlaydi deb
nim qilib mendan so'ragancha men mushta desam, singlim meni yoshirincha o'zining orzusini o'zgartirib, men siz o'qigan maktabda o'qay, siz tanlagan maktabni men bek yaxshi ko'raman, ashkasini deb. Lekin endi singlimning ko'ngliga bilib tursam, singlim meni deb ash orzusini voz kechib men bilan birga o'shaga keldi. Ha, sizni yolg'iz qiynalib qolmasin debmi? Odatda yiningizdan ayrilmaydi shundaqmi singlingiz? Maktabda o'qiyotgan vaqtingiz maktabga berib kelishdi. Singlingiz doim hamroh bo'lamdi? Ha, biz shu odatda uxlasaqmi birga uxlaymiz. Ishqi kunlik harakatlarimiz hammasi o'xshaydi. Singlim menga mush maktab kirganda hozirgacha meni judib qavatlarga chiqib, har qanday ishim bo'z qilib berib ishlab kelyotdi. Hech qanday ayrilmas bir galdek aylanib ketdinglar. Sizning orzuyingiz shu vafodor singlingizga rahmat aytish, shundaqmi? Hozircha shu faqat rahmatlam deyalayman. Agar keyincha ashta yaxshi o'qib, yaxshi xizmatlarga erishib qolgan chog'imda singlimning qanday ishi bo'lsa, men cho'qim borlig'imni qurbon qilib bo'lsam, singlim uchun ishlarni qilaman. Sinfinglar qancha qavatda? 5-qavat. Demak, 5-qavatga sizning singlingiz sizni judib achiqib olib tushamdi. O'zining dars o'qasichu, boshqa sizni achiqib yetib, undan keyin darsga boramda. Hozircha ikkimiz o'xshash sinfda o'qib kelayapmiz, tanmidan. Sizni deb sizning sayingizga o'xshash oqingizni yiningizda yuribdi-da singlingiz, ha? Bugun keldimi singlingiz? Keldimi? Xo'sh ko'raylik singlingizni ismi? Nurbiya. Nurbiya. Xo'sh, qadrli ko'rmalar, bu chiroyli qiz bo'lsa, sonlisi Nurbiya. Nurbiya, yaxshimisiz? Shamsiyada yaxshimisiz? Singlim, yillardan beri jiq chapa tortibsiz, hadingiz uchun jiq qurbonlik beribsiz. O'zingizning mush yillardan beri hadingiz uchun mushunday qurbonlik berishdan nima qandaq ideyani asos qilib, nima kuchning sizga qudrat berayotganligini deb bilsangiz bo'lamdi? Endi bek cho'ng kuchmi emas, shu u mening ocham bo'lgandikin, endi men uning singlisi, uning uchun har qanday ishni qilsam bu. Endi aql hisoqidek bir ish. Singlisi degan ojizning oldidan yaxshi xabar oldi. Endi buni son bo'yicha cho'qim yaxshi qilish kerak. Mimi, biz qarindosh, shunaqmi? Uyinglardagilar, cho'nglar, ota-onalar sizlarningki mehr-muhabbatinglardan bek ta'sirlandi haqjan. Sizlardan siz bo'lganligingiz uchun ochingizni xotirjam bo'lib maktabga avatdi cho'qim shundaqmi? Siz onam azaldan azirmaydi, ajamning edi men bo'lgandikin. Kichkinda deb men endi shunga bolam o'zimni yaxshi qila oladi deb shun xotirjam meni qo'ydi. Unda bo'lsa singlim, hadingiz bilan izchil birga bo'lib ketibsiz. Endi qachongacha, qanday sharoit bo'g'icha yoki qalbingizda qachongacha mush odamning shunday xizmatini qilaman degan o'ylar bo'ldimi? Yurgin eng ayrılmaz bir cümle. Sizningki bu kelishmaslik qaysi vaqtda bo'lgan, singlim? 6 oylik bo'lgan chig'imda tuksiz qizib qilib, shundan o'qil o'rganib keyin o'qil sababli mushtabal qilgan. Shu vaqtda hozirga qadar men o'zimga tayinib yo'l mengib degandek ishlarni qilib baxmadim. Lekin normal o'rganish, masalan xat yozish, kitob o'qish, boshqa ishlarni normal qila olasiz, shundaqku? Unda bo'lsa siz hadingizningki mushu o'ngsizlikqa uchirganligini kichkingizdan ko'rib cho'ng bo'lgan. Shundaqmi? Shuna bo'lg'achqa kichigingizdanla mush hadamning oldin xabar elish mening burchim degan ideya qalbingizga singib ketib deganda singlim, shundaqmi? Unda siz 5-qavatga mushu o'riq badaningiz bilan hadingizni qanday yutib chiqqansiz deyman. Endi boshlang'ishdan tortib uyda kelgandikin, keyin shu boshqa vaqtlarda plantak tashlab chiqqan vaqtimda azroq qiynalib qoldim. Boshlang'ich vaqtimda tortib yutib kelyapsiz hadingizni, ash kichik vaqtingizdan tortib? Hadingizning arzusi sizga rahmat aytishga. Agar sizning arzuyingizni tansak, sizning nima arzuyingiz bor? Endi mening pek cho'ng arzuyim yo'q. ixlosni xalq parvish qildi. Agar sizning arzuyingizni tansak, sizning nima arzuyingiz bor? Endi mening pek cho'ng arzuyim yo'q.
Endi adam bilan ikkimizningki bir o'rtaq arzuyimiz bor. U bo'lsa-mu, Hazrat Toshiyotni yaxshi o'qib, oliy maktabni o'xshash kiyim kiyib, xuddi o'xshab bozor aylanadi. Qayb ashuni ko'z, ajab bir narsa demaydi, lekin shularga qarab bir xil Rahmat sizlarga. Bizga yana bir qitim mehr muhabbatning, qarindoshining güzel bir melodiyasini yanıt berdinglar. Hoşumuzun bağlıqçılarımız, aziz mehmonlarimiz. Men o'xshash intayin ta'sirlandinglar haqjam. Sizlarning og'zinglardan kalima so'z anglaylik. Nur Imangulning xabarlarini burun ancha-muncha anglab turgan Xinjiang Maliya iqtisod universitetida, shundaqmi? Bugun endi mushu she'rin tush programmasida o'zining singlisiga o'zining minnatdorligini, rahmatini aytmoqchi. Meningcha bu rahmat ne ifodalash yolg'iz singlisiga qartilmagan deb qarayman men. U siz endi singlingizni simbol qilib turib, butun jamiyatga, ota-onangizga, shundaqmi? Uzundan beri sizni qo'llab, quvvatlab kelgan saboqdoshlaringizga ham minnatdorligimizni bildirmoqchi. Odamda minnatdorlik bo'lmasa, bu hayot bek qo'rqinchli bo'ldi. Odam qilganini bilmasa, faqat olimanli deb tursa, o'zi taqdim qilishni bilmasa, bu jamiyat intayin mudish bir jamiyat bo'lib qoldi. Biroq bizning jamiyatimiz xuddi sizlarga o'xshash bunday go'zal, qalbga ega, yoshlarimiz bilan intayin go'zal bir jamiyat. Endi burun oliy maktablarga mayib o'quvchilarni qabul qilmaydi. Endi men bir koni ma'rifchi, men nurg'un maktablarda ishildim. Shu 10 yildan yoqi Ma'rif ministrligimi bu belgilamlarni o'zgartdi. Mayib o'quvchilar bu o'qishni bo'laverdi. Sizlar hozir siz mana shunday qilib oliy maktabda o'qiyapsiz, ham yaxshi o'qiyapsiz. Mushundaq yaxshi tuzumlarni chiqarayotgan tuzumlar jamiyatga mos kelmasa, uni o'zgartirishni o'ylayotgan, texmi odamni markaz qilib turib jamiyatni tuzayotgan bizningki siyosatlarimiz, bizning rahbarlarimiz hammasi biz hurmatlaydigan odamlar. Shuning bilan birga sizning maktabingizda yana nurg'un muallimlaringiz, saboqdoshlaringiz siz ko'ngil bo'ldi, shundaqmi deyman? Ularni biz rahmat aytadigan odamlar. Endi singlingiz ba'zi vaqtda u yoq ketib qolsa, sizni hech kim ko'tarmay yoki yurmay tashlab qo'ymaydi. Cho'qim shunday bo'ldi. Hatto bir avtobusga chiqsangizmi sizga o'ng'aylik tug'dirib turdi. Biz bu jamiyatning hammasiga rahmat aytishimiz kerak. Endi bu bugungi sahnaga shunday chiqishingizda men bunday bir narsani his qildim. Endi jamiyatimiz sizdan bir ulguni kutadi. Bir ulguni. Bir Hanzo qiz botdi, Jon Haydi deb, uni hammamiz bilamiz. U nurg'un tillarni o'rganib, nurg'un kitoblarni yozib, hozirgi mashhur bir yozuvchi. Ani amerikalik bir ayol va bir qiz. Anikin boshqa davlatlarda shunday mayib, lekin insoniyatga ulgu tikilgan odamlar bor. Bular 5 a'zosi bijirim, butunlay sog'lom odamlar qilolmagan ajoyib ishlarni qilgan shunday odamlar bor. Demak, jismoniy jihatdan mayib bo'lish haqiqiy mayiblik emas. Faqat ruhiy jihatdagi mayiblik eng cho'ng ayib. Men sizningki o'zingizning amaliy harakatingiz orqali singlingizga va butun jamiyatga rahmat aytishingizni kutaman. Rahmat bo'ling. Rahmat Azat muallim. Ben bu ikki qizimninki ishini nimadan gizdan ko'rgandim, xalqchiqisdan. Birga o'ylamabdi ekanmi ya uchrashib qolishni. Sizlarningki uyning ahvolini bilib baqsam bo'lamdi? Bizning uyda 6 jon odam bor. Dadam onam ikkisi dehqon. Akam o'tgan yili Urumchi kasb universitetini bitirib hozir yezda ishlayotdi, soqchilik qiladi. Ankin maaşımız meyda okuyordunuz, küçük sınırım Qashqarda okuydu. Ben şu halka bizim aile şirketinin ki mesela qiyinchiliklar bolalarga yordam qilgan, universitet o'qiyotgan, o'qish pulini talab qilgan bir abida o'qish yordam fondida maxsus mablag'imiz bor. Navada xalab qolib qolsangiz, kelgan yildan boshlab sizning o'qish pulingizni o'qish bitkazib bo'lguncha bizning shirkat har yil to'lab turadi.
Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlar Moliya iqtisod universitetida o'qiyapsizlar. Necha yil bo'ldi? O'tgan yil kelgan, bu yil 2-yilmisi. Yana necha yil o'qiysizlar? Yana 2,5 yil qoldi. 2,5 yil qoldimi? Yaxshi bo'pti. Buni so'rashdiki maqsadim, hamda sizlar Moliya universitetida o'qigandan keyin cho'qim shu buxgalterlikni o'qishinglar mumkin, hamda shu buxgalter kasbimi yoki boshqa? Pul muomala. Pul muomala shunami? Bo'ladi, bizga ham shu pul muomala bizning shu qilganimiz shu, buxgalter lozim bo'ladi, buxgalterlik o'qigan bolalarni biz qabul qilamiz. Endi sizlar boshlang'ichdan tortib birga yotadi ekansizlar, birga o'qiydi ekansizlar, birga berib keldi ekansizlar. Endi ikkalanglar bir maktabda ekansizlar, yaxshi. Bizning shirkatga 2,5 yildagi o'qish bitagandan keyin birga ishlashni xohlasanglar, ikkalanglarni birga bizniki moliya bo'limimizga asab bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Biz Mag'rib shirki Mirash kimchiligi nomidan sizlarni 3 million o'qish puli bilan, o'qish adab puli bilan ta'minlaymiz. Bu yerdan bizniki tabassum shirkatini deb o'tdi. Aysa vaqt kelgan chaqda agar bir tanlashni xohlasanglar, ishkilanglarni yatoq, tomoq barliq narsalarni ko'tarib xizmat bilan ta'minlashni o'zimizga olamiz. Rahmat sizlarga. Yani 2,5 yillik o'qish vaqtingizda balkim siz o'ltagan chaqliq o'rindiq almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. 2,5 yil yetmay qolsa, bizning Xinjiang Sabilar kasbiy taraqqiyotchilik shirkatimiz mayli yilda bo'lsin, mayli faslda bo'lsin, yangisini almashtirsangiz davomli almashtirib turadi 2,5 yil ichida. Rahmat, rahmat, rahmat. Agarda shu o'qish jarayoninglarda ingliz tili daraja kinishkilarini, kompyuter daraja kinishkilarini, buxgalterlik kinishkilarini, maktabning har qism imtihonlarini yaxshi o'tab, agarda sizlar hamda imkoniyat bo'lib qolib qolsa, maktabda eng yaxshi holatda o'qiy olsanglar, ya'ni 3 yildan keyin mush kunda men butun maktabdagi o'quvchilarni safarbar qilib, yordamlash orqali sizni bir o'zingiz chaq bilan mangmay bundan lekin singlingiz mashina haydab, sizni mashina o'rtog'i uzib, mangdigan holatda chiroyli bir mashina turishni orzu qildim, umid qildim. Rahmat, rahmat. Boya degandek endi ba'zi shirkatlar shunday xizmat o'rni bilan ta'minlashni, andan ba'zi bir moddiy buyumlarni ta'minlashni dedi. Hamda bizning Ihson yaxshilik shirkatimizmi, sizlar o'qish bitgandan keyin ishkinglarni tanglab bizning shu shirkatimizga xizmat qabul qilishga hamda biz va'da beramiz. Shundan boshqa shu qo'limdagi 10 nomerni sizlarni shu qo'llash ustidan 10 nomerini taqdim qilishni, ya'ni sizlarning shu fasllik bağlanishda yaxshi natija qo'lga keltirishinglarni chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Bundan keyingi texnika va boshqa ahvollarda qanday o'zgarishlar bo'ladi, buningga bir narsa demoqchi degan olmaydi. Shunga sizning kasallik ahvolingizga biz yaqindan ko'ngil bilamiz. Buning munosabatlik yaxshi texnika yoki bu davolash jihatdagi ilg'or ahvollar biz davomli bunga diqqat qilib sizga shu uchurlarni ta'minlaymiz. Ham bizningki doktorxonamizda davomli tekshirish, badan tekshirish, salomat tekshirish qatorliq jihatlardan biz haqsiz sizni mulozimat bilan ta'minlashni aytamiz. Shunga agar shunday jihatdan ehtiyojingiz bo'lib qolsa, biz qo'limiz ko'ksimizda. Rahmat, rahmat. Bugungi Şerinch programmamizdagi arzu armoni reallikqa aylanib bo'ldi. O'zining suyimli singilsiga rahmatini bildirib oldi. Demak, arzu armoningiz reallik aylandi singlim, shundaqmi? Lekin bu suyimlik bu kishini ta'sirlantiradigan arzu armon balkim ekran oldidagi nurg'un kishilarning qalbini titratgan bo'lishi mumkin. Undaqda biz yanala bilet tashlash orqali ularning ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirish-kirmasligini bir belgilab baqaylik. Şerinchlar reallikqa aylansin. Tush markazimizga marhamat. Xo'sh, bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1.
Rahmat ko'pchilik 134 bilet, mayda yuqori biletda. Unda bo'lsa karxonchilarimiz to'liq numur jami 246 numur. Shirin tushlar, reallik aylang'isi muborak bo'lsin. Tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'yganlarni muboraklayman. Qarindoshlik mehr-muhabbatinglarga ko'z tegmasin. Har vaqt mana shunday birga o'tishinglarni, birlikda kulib yashashinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Bir gap qilsam bo'ladi. Bo'ladi. Men bugun baxil xush bo'ldim rasm istab. To'lib bu kemgacha bundaq cho'ng sahnaga chiqib bundaq cho'ng katta odamlar bilan ko'rishmoqma. Ben vallahi ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin cho'qim tirishib har qaysilarning bizni kutgan umrlarni hargiz yo'qolmas uchun cho'qim tirishiman. Qarindoshlik mehri azob va mushkulotlarni yengishga qodir bo'la oladi. Qarindoshlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati, mas'uliyati va minnatdorligini o'zlarining real kechirmishlari bilan ado qilib yashayotgan bu bir jup ochi-singil Shirin tush sahnasida muhabbat haqidagi yangi bir melodiyani yangratdi. Yangichi muvaffaqiyat va g'albalar ularning yo'liga poyandoz bo'lg'ay. Bildim güzel kız, uzak uzak qarashlarındır. Söygününni bildim güzel kız, uzak uzak qarashlarındır. Aqidamni ko'rdim va yana pinxon joyda to'kkan ishingdir. Aqidamni ko'rdim va yana pinxon joyda to'kkan ishingdir. Efsus özem suygen birisini azap salma suygünüm gelsen handak güygen bulsam sen bana ben sana şundak güyimen handak güygen bulsam sen bana ben sana şundak güyimen Andak gülgen bulsam sen bana men sana şundak gülme. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Siz xush kelibsiz. Ko'pchilikka salom berating. Assalomu alaykum. Naq maydondagi ustozlar, qarindoshlar. Ben Yaken Aysin keldim. İsmim Oğul Kal buldu. Bu yaşta 25 yaş. Ressamlık kesiminden şoğlanıyorum ben. Ben küçükümden başlayıp öyde yalnız ağa baklarda özüm yalnız oğul bağalık için özüm yalnız resim sızattım andan keyin resim sızgaç naqsanlaytım. Bu jarayonda özümün kalım kelgen nurg'un loyihani tuzib baqatdim o'zimcha. Shunga oxiridan deydiganim Maş kiyim-kechak loyihalash sohasida agar shirkatlarda meni tarbiyalash yoki keyin shu shirkatlarda meni tarbiyalab shu qatorga qo'shilgan shirkatlar bo'lsa menga shu fursatni berishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat tamomlar. Demak arzuyingiz kiyim-kechak loyihalash kasbida tarbiyalanish shu sohada ishlash shundaqmi? Shunday. Xo'sh, undaqda aziz mehmonlarimiz Resim o'qituvchisi ekansiz, resim siz ishni yaxshi ko'rdi ekansiz, natijalaringiz cho'qim bor.
Özünü xat yazıdı ekansiz, naqshi, ahang ishlaydi ekansiz. Yakanda boshlang'ich maktab o'qituvchisi bo'lib turibliq. Siz shu yerda yana shu o'zingiz bel qo'yib etmay, tirishib, izlanib, ko'p taraflama tayyorlik qildi ekansiz-da, bu yeringiz bak yaxshi ekan. Bu meni qoyil qildi endi. Bizning nurg'un yoshlarimiz mushundoq emas hozir endi. Bir xizmatga salla ilinib olgandekildi, shu yerda shundoq qiliblar, kunni o'tkazib yurayotganlar xili ko'p. Shuni selishtirgan chog'da sizga o'xshash yoshlarni yulash, arzu armonlarini reallikka aylantirishga fursat berish bek ahamiyatlik. Bir masala inson deganda bir erkin tafakkur, mehr shafqat, muhabbat va go'zallikka intilishli bo'lmaydi ekan, bu insonda chiqish yo'li bo'lmaydi. To'g'ri. Endi siz mush narsalarning hammasini hozirlab tirishib etibsiz. Men sizning cho'qim muvaffaqiyat qozonganligingizni ishonaman. Korxonchilar bu nuqtani cho'qim tushundi. Rahmat sizlarga. Rahmat Azat ma'lum. Ham qarsan biz ham kasbdosh, ham taqdirdosh. Agar fikrimiz bir yerdan chiqib qolsa, balki xizmatlash bo'lib qoladiganmiz. Boshlang'ich maktab o'qituvchilik qildim deb aytdim. Hamda kiyim-kechak ikki xil. Birisi milliy madaniyat, ya'ni milliy po'stinli kiyim-kechaklar. İkincisi yangi zamon po'stinli kiyim-kechaklar, ya'ni Yevropa po'stinliki. Hamda Koreya po'stinliki yoki Xanzhou po'stinliki yoki bo'lmasa boshqa Yevrosiyolardagi boshqa davlatlarning po'stinli kiyim-kechaklar bo'ladi. Sizniki qiziq laylaydigan yoki qiziqadigan qiziq laylaydigan qaysini ko'rdi hozircha? Bizning laylab baqqan. Layliginim elaqa milliy kiyim-kechak bilan shu zamonaviy kiyim-kechakni men birlashtirgan andan keyin shuning masalan yaqinlarga andan qo'lning yerlarigacha o'zim xat bilan naqsh qilib laylagandim. Hamda kiyimda xat birli bo'ladi. Shu kiyimning markasi. Kiyimda xat jiq bo'lib ketsa, masalan, oldiga qo'yilgan ba'zan bir xatlardan bilak boshqa xatlar bo'lib qolsa, naqshdan o'rtaga qo'yilgan o kiyim olmay qoladi-chi. Hamda bu balki sinatga ba'zi birlar tushunmaslik yoki bo'lmasa laylash qatorli bo'lishi mumkin. Lekin mush kasbni o'zib chiqqan ba, mush kasbni yedaklangan ba, mush kasbni tutqun ba desang, bir odamda bir xiyol o'ziga ikki kasbni teng tutqun bo'lmaydi-chi. Shuni o'xshash, cho'qim birning erishchi birning qurbonlik berish kerak. Qurbonlik berish bo'lmagan erishish olmaydi. To'g'ri. Sen mush kasbga boshlab kelman deydi ekansan, cho'qim bir kasbni tashlash kerak. O'qituvchilikni qanday qilsan? Maktab bizning uydan 50 kilometr jiroqlikda, onam uyda yolg'iz. Agar shunday bo'lsa, onamni men mishan qadr belgilaman. Chunki onam yolg'iz emas uyda. O'shanda nerede taraqqiy qilsam shu yerda qilsam bo'ldi. Onda olsa avval ona hammadan muhimchi. Xizmatni qo'yib turdi. Sen onangdan undan bir maslahatlashib, turmushini ona qaytadan bir o'ylashib, mushunda bir fikr birga kelarsan, bizniki Urumchi mag'rib so'z shirkati biroz kiyimchilikni har qachon qarshi oladi. Rahmat. Şunun aldığı bu bizim şirketke adette nakş teminleydi-chu, nakşçılarning hammasi. Mana qirani qo'ng'iroq deydigan bir kasbimiz bor bizniki. Mana shu qimmat ashursining kasbida. Shuniga nakş teminlab qilgandan keyin kim bola nurg'un nakşlarni badi, anin keyin nurg'un bola bu bola ijodiyatni aytgan. O'zi yaxshi ijodiyatchi bola bu nakşdan. Anin keyin o bo'lqavul desa, shu internet sohasidagi bu internet sohasidagi nakşchilar ayrim bir nakşchilar-chu. Odatda ko'p to'lmaydi, lekin internet sohasiga bir bak to'laydi buni yoshlarni. Asosan 15 yoshdan shu 25 yoshgacha 30 yosh bir oraliqdagi bolalar to'laydigan naqshlar bu. Endi menimcha bo'lganda bu loyihalash kasbi yaxshi qilsa hamda naqshi ijodiyatini tashlab qo'ymagan. Xo'shundaqda Sherin tush markaziga marhamat. Sherin tushlaringiz reallik aylangusi. 5 4 3 2 1 boshladik. Rahmat, qani karxanchilarimiz 40 numar 159 numar. Afsus, Sherin arzularingiz kelar qaytib tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kiramay qoldingiz, lekin xushal bo'lgan yerimiz bayon nurg'un shirkatlar bilan yaxshi muntishib oldingiz. Ular bilan hamkorligingizning muvaffaqiyatli bo'lishiga tilakdoshmiz.
Rahmat. Anangızga bizni salam yollang. Rahmat bo'ldi. Anangiz uchun qilgan barliq tirishchanliklaringizga afirin. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Аңақылда бір Qabul қызмет qilin. Intil maktabining qurg'uvchisi Ablat muallimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Chunki tunji qitim men kechilik qilgan vaqtda muallim menga eng yaqin turib, meni qo'llab berdi. Shu muallimga men rahmatimni bildiraman. Rahmat muallim. Rahmat. Siz xushalik tilaymiz. Rahmat. o'zi yaxshi ko'rgan kasb bo'yicha taraqqiy qilish, yangi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish uchun imkoniyat izlayotgan bu mayirimizning she'rin tushi amalga oshdi. Yangi kasb, yangi turlar bo'yicha qurilib bosh ko'tarayotgan korxonachilar bu ixtisos egasiga quchqini ochdi. Biz ularning hamkorligiga utuq tilaymiz. She'rin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylandi. Şinjan İxlas Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti İxlas she'rin tush programmasi orqali she'rin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni sifatli mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori inoat bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tiklagan Şinjan Sabiyllar Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab qilgan. Tibobatchilik sog'lomlik sohasida danglik marka yaratish yo'lida to'xtamay istinayotgan Şinjan Loqman Hakim biopantexnik cheklik sherikti hamkorlashgan she'rin tush programmasi nazaringizda bo'lgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Teşekkür. Sizni qarshi olamiz, nonlaringizni qarshi olamiz. Rahmat, rahmat. Bu men rostga qilsam faqat chidayamdim, bir berib ko'rib boqay. Sizning mahoratingiz shu, ha? Bu tonurda yaqqan. Tonurda yaqqandan. Qanchalik cho'nliqdagi tonurda yaqqan nonlar bu? Shu odatdagi tonurda mushtaq yaqalamsiz? Siz o'zingiz yaqqanmi? Ha. O'tix mundaqlar vadangadi. Nonni mundaq yaqqanini ko'rib boqmabdi ekanman, mavchu. Buni mehmonlar tetib baqsin deb. Ha. Oy, qo'l ketadi, yigis vallahi xili bor. Rahmat, rahmat. Qizlar chiqadini olib baqsinlar, tetib ketinglar. Shundaq his qildim endi men xiyolimda. Undaq orzuyingiz-chi? Men Aqsu Ushturpa noyisi Yako'rik yezdan kelgan Tursun Davud Navoiy bo'laman. Kelishdik orzuyim men shu kasbni taraqqiy qildirib, hozirgi zamonga mos keladigan bir navoiylik hamkorlik kooperatividan birini qurib, hunar bilan tarbiyalab, ishga o'rinlashtirib, shunaqa qilsam deb shu orzum bor. Masalan, eng cho'ng non qancha pulga sotildi? Buni Ushturpa noyisida 50 qo'y sotamiz cho'ngini. Ularni 30 qo'y sotamiz. Unda olsa biz sizga nima qilib bera olamiz? Menda ham shunday iqtidor bor, mablag' kamchil. Ha, bu oldi bilan bizniki shu aziz mehmonlarimiz bu arzu armonga qanday qaradi kim bir anglab boqaylik. Hozir biz nihoyat go'zal bir san'at bo'yimini ko'rgandek bo'ldik. Bizning kundalik turmushimiz nondan ayrilanmaydi. Meningcha endi bu nihoyat yaxshi bir boshlanish. Bundan burungi ba'zi yarmankalarni ko'rgan, mana hozir naq maydonda ko'rib o'tdik. Bu hunar, bu mahorat, bu tasavvurda meningcha masala yo'q ekan. Sizning hozirgi yiqib kelgan nonlaringiz haqiqatan o'zimi cho'ng. Sizning tonuringizning og'zimi cho'ng bo'lsa kerak-da. Rahmat. Buning xili unak ketadigan pish vaqtimi bir qadar uzoq. To'g'ri, to'g'ri. Biz Şinjan Sabiyllar Kasbiy taraqqiyot cheklik shirkatimiz Sanji yangi kasblar taraqqiyot rayoniga zavodni qo'ygan bo'lib, u yerga biz shu planda nonni bosh qilib plan tuzgan. Lekin bu nonning uskunasi davlatimizda yo'q ekan. Chet eldan ekirdi ekanmiz 10 necha million ekanda bir tal uskuna. 2016-yili non zavodini qurish planimiz var. Non zavodini qurib, shu butun Jungo, O'rta Osiyo davlatlariga chiqarish planimiz var. Shu chaqda siz bilan paychik holatda hamkorlashib, sheriklashib, shu nonni yasab chiqsak bo'ladi. Rahmat. Shu nonga marka oldingizmi, olmadingizmi? Aldım, Safardash markasini oldim. Davlatning o'lchami bo'yicha markani tasdiqlatib oldingizmi? Davlatning o'lchami bo'yicha shu oyda qo'limga tegdi. Hozirgi shu nondan taxminan oyda qanchalik kirim kiryapti? Oyda 15 mingdan 20 minggacha kirim bo'ladi. Endi hozirgi sizning tajriba saboqlaringiz, yaningizda 15 dak odam, o'zingizniki markasini anga og'izibsiz, demak, shunday sharoit bo'lgandan keyin o'zingiz buni bir shirkat shaklida rasmiylashtirib, ko'plab bozor ishni o'zingiz qilishni o'ylab boqmadingizmi?
Ben özlem kılışını oyladım. Hazır şu arzuyum var. He. Muş arzuyunuz bo'lgandan muş arzuyunu qilsangiz bo'ladi. Muş arzuyumni qilay desam şu mablag' yo'q. Bununla hazır dastlabda unchalar ko'p mablag' ketmaydi. Asosiy texnika bo'lgandan keyin, odam soni bo'lgandan keyin, hozir odam bo'lgandan keyin asosiy ishni kichikroq boshlabsiz. Bo'lsa shu mehmon saroylarga yetkazilgan, cho'ng-cho'ng mustaq talla do'konlarga soladigan o'lchamlik o'ralma qoplarni loyilatib, shu nonni shuning ichiga silib, siz mal yetkazib, dastlab qadamda Abdullajonning nonlarini shunday qilgan, shundaroq bozor etishni o'ylashib baqsangiz bo'ladi demoqchi bo'lgandim. Sizga deydiganim hamda siz bu mukammal bir er bo'lgandan bo'lsa, amal qilib o'z oldingizga bir igilik tiklab qursangiz, menimcha buningki jafosi ko'p bo'lgan bilan keyinchaki hodiqini chiqargudak natijani topalaysa o'ylayman. Shunga sizga bergan maslahatim bo'lsa, o'zingiz tilasangiz, taxmi cho'ng qilib ketalaysa o'ylayman. Sizga bergan maslahatim shu. To'g'ri. Bundaqda Şirin Çüş mərkəzimizə mərhəmət. Şirin Çüşlər reallığa aylanğısı 5, 4, 3, 2, 1. Başlandı. Rəhmət. Əndi karxançılarımızın bilet taşlaş basqıçığa qadam qoyumuz. 50 numar, cəmi 170 numar tolma əfsus. Arzuyunuz bugünkü Şirin Çüş səhnimizdə reallığa aylanmaydıgan boldu. Lekin Şirin Çüş səhnisi bunundan keyin yana sizin arzularınızı reallığa aylandırış üçün tirişçanlıq göstərdi. Arzuyumuz özümüz üçün əhəmiyyətli bolsa, qimmatli bolsa, hər vaxt arzu armanlarımızı əməldə aşırış üçün tirişçanlıq göstərişimizə arzuydu. Sizə xoşallıq diləyimiz, işlərinizə bərəkət diləyimiz. Rəhmət sizə. Nan yaqishdiki o'zgacha hunarini Şirin Çüş sahnesida namoyon qilgan uchturpalliq Navoiy yigit Tursun Davud egilik tiklash yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarni korxonchilarimiz bilan o'rtoqlashdi. Gerçi uning Şirin Çüşi bu son programmamizda amalga oshmagan bo'lsa-mu, lekin uning egilik tiklash haqida yangicha ilhom va tirishchanlikka ega bo'lganligiga ishonamiz. Şirin Çüşlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylandi. Şinjan İxlas Kasbi Taraqqiyot Çeklik Şirketi İxlas Şirin Çüş programmasi orqali Şirin Çüşlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizda sifatlik mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tiklagan Şinjan Sabila Kasbi Taraqqiyot Çeklik Şirketi alohida talab qilgan. Tibobatchilik sog'lomlik sohasida danglik marka yaratish yo'lida to'xtamay istinayotgan Şinjan Loqman Akil Biotexnik Çeklik Şirketi hamkorlashgan Şirin Çüş programmasi nazaringizda bo'lgan. Nakşami'nin hayatı
Assalamu alaikum. Müşerref otağan bağırlık karxançı efendimler, hanımlar ve tamaşibullah. Ekran aldıdaki bağırlık göremen dostlar. Keminiz Yahudin efendimden hem mınlağa otluq salam. Ziyaudin efendim, naqshini bek yaxshi aytar ekansiz. Rahmat. O'zingiz aytgan naqshidagiga o'xshash, ko'ngil ko'zi ko'rganni, cho'lpon ko'zlar ko'rolmas degan gapingiz. Shu misralar shunaqa ta'sir qildi menga. Xo'sh, sizning orzuyingizni bir anglab baqaylik. Mening orzuyum ayolim shu pishiriq do'koni ichivyapmiz hozir. Shu yaqinda shu Urumchiga pishiriq do'koni yangidan barliq keldi. Men o'ylab qoldim. Kelgusida shu pishiriq do'konini kengaytirib, ichishni planlayapman. Siz pishiriq do'konini kengaytirishda pishiriqni shu jinglab pach sotadigan do'konni kengaytmoqchimi yo o'ralmalik qilmoqchimi? Endi ayolim o'ralmalik qila oladi ekan. Hozir ham biz ijodxonamiz, endi parcha jinglabni sotyapmiz. Bu pishiriqni saqlash bir masala. Buningda suv tarkib nihoyat tuvan bo'lmaydi. Sizningki hozirgi do'qib ketib turgan hozirgi texnikadagi ishlab chiqargan mahsulotingizni balkim mening ko'z qarashimcha bir oy baqqolli qatqat deganni bir hafta boshqa praniklarini bir oydan ish saqlag'ili bo'lmaydi. O'ralmalik qilish uchun-chu. Buning chirishdan saqlash materiallar ketib, suv tarkibi nihoyat tuvan darajaga tushganda ondan ortiqlash to'g'ri bo'ladi. Do'konni o'zira do'kon kengaytirib, masalan, Chini zavod tarafga bir do'kon, Davan tarafga bir do'kon, Shamolbog' yo'liga, Do'nko'rikka manda kengaytish maqsadingiz bormi? Shu aniq bir o'qib baqsam. Shamolbog' yo'liga, Do'nko'rikka manda kengaytish maqsadingiz bormi? Shu aniq bir o'qib baqsam. Ruxsat qilsangiz, o'sha qizni o'zim ichga chaqasam bo'lamdi. Qav qizni? Ayolimni. Shu qizni deb qo'yib. Bo'ladi, chaqasak bo'ladi. Saknaga naq maydonga bir chiqib baqqan bo'lsa, o'zim bir gap anglab baqqan bo'lsanglar. Bo'ladi. Qarshi olasizlar. Qarshi olamiz, marhamat. Yunus Hasanga marhamat. Assalomu alaykum. Voy, bek chiroyli qizgan-ku bu. Sizning bu Shirin tush programmasiga kelishdiki, Shirin tushinglar, arzu istikinglar. Bundan keyin mush yemeklikni do'kon ko'paytirishmi yoki o'ralmalik qilish? Qaysi maqsad bor? Hamda do'konimni azroq kengaytirib, shu yetim yesir qiz o'g'il yigitlarni yig'ib, oshpallarni hamda tarbiyalash kursini qilaymikin-da deyish orzuyim bor. Talla bozorlarga mahsulotlarni yetkazib setish niyatingiz bo'lsa, mening talla bozor ochgan do'stlarimmo ko'p, ham uning ustiga Ixlos shirkati. Bular mening tag'amning shirkati bo'ldi-chu. Ixlos shirkatining nomini qo'llanib ochgan talla bozorim bor Urumchida. Shular bilan aloqalashib bersam, shu yerga olib borib talla bozoriga yetkazsanglarmi bo'ladi. Do'konni kengaytish maqsad bo'lsa, siz qanchalik kengaytisiz, ketilgan mablag' qancha, shuni mayadan tushganda desangiz, men qo'limdan kelishicha mayli sizga bir do'qobka apray yo ximiy yug'irish mashinasi va yoki boshqa narsa sizga ketadigan ehtiyojlikni desangiz, shu tarafdan qo'llasam. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Endi Shirin tush programmasida o'zinglarning bir orzuyinglarni o'tirib qo'ydinglar. Bu nihoyat muvaffaq dal joyidagi bir orzu ekan bu. Meningcha reallikqa aylansa tamamen yo'lliq deb qarayman. Endi sizlarga keladigan qiyinchilik oz emas. Ziyoddin efendimning o'zining jismoniy tarafdagi ojizliklari tufaylidan texnik qiyinchilikqa duch keldi. Endi mushu odam men mushundoq deb qarab o'tmay, izchil tirishib o'zining naqshlari bilan o'zini tunutib, esdashlikni qo'lga keltirib, yana kelib sizni qo'lga keltirib, endi hozir o'zinglarning egiliginglarni kengaytirib, texmi yaxshi
tarbiyalash va boshqa ishlar bilan shug'ullanib, teg'imi yaxshi bir ishlarga tayyorlik qilibsizlar. Meningcha fursat odamga keladi. Lekin o fursat cho'qim tayyorligi bor odamlarga keladi. Bizning korxonchilarimiz bu nuqtani yaxshi tushundi. Muhabbat dunyoda bizni illitidu, bizga hamdamdi bo'ldi, bizning ishlarimizni olg'a mang'uzidi. Sizlar o'xshash odamlar qo'llashga, yordamga, muhabbatga muhtoj va aqli. Rahmat Azat ma'lum. Undaqda Shirin tush markazimizga marhamat. Shirin arzular reallikqa aylang'isi bilet tashlashni boshlaymiz. 5, 4, 3, 2, 1 boshlandik. To'liq nomer 110. Shundaq bo'lganda jami nomer 234 muborak bo'lsin. Shirin tushsakimizda shirin arzu armonlar, shirin tushlar reallikqa aylang'isi. Rahmat. Sizlarga baxt tilaymiz, xushallik tilaymiz, ishlaringizga baraka tilaymiz. Yo'ruq dunyoni ko'rishdan mahrum qolgan bo'lsa-mu, ko'ngil ko'zi orqali mehr muhabbatga to'lgan hayotiga nazar tashlab, umrlik hamroyining dardiga darmon bo'lish uchun sahnimizga qadam bosgan Ziyovuddin apandi yangroq naqshisi va qizg'in bayonlar orqali hammalarni qoyil qildi. Aziz mehmonlarimiz va korxonchilarimiz bu baxtli bir juftning tirishchanligini muayyanlashtirdi va amaliy yordam bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Ziyovuddin apandi va uning vafodor ayoliga texim zo'r xushallik va muvaffaqiyat tilaymiz. Shirin tushlar ixlos bilan tirishqanlar reallikqa aylandi. Şinjan İxlas Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti İxlas Shirin tush programmasi orqali shirin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizda sifatli mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tikilgan Şinjan Sabiylar Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab qilgan. Tibobatchilik sog'lomlik sohasida danglik marka yaratish yo'lida to'xtamay istinayotgan Şinjan Loqman Hakim biotexnik cheklik sherikti hamkorlashgan Shirin tush programmasi nazaringizda bo'lgan. Xamandaki dadam, qapargan alqallar, köyüşken teller. Mükçeygen qamiti, egilgen beller. Ecridin yüzüge tamçıgan terler. Tomuzның teptidin kesilgen levler. Ot koyaş üstüde tikilip turgan. Astıdın azaplık köyüdü o tapan. Dat demez şunçilik kıynalsımı can. O bundak capadın baysap bakmagan. Balam dep o şundak tinin tapmagan. Topudun cismini ilip kaçmagan. Emma ki Hızırdek pakiz çıray o. Tomurda akını şunçilik sapkan. Çın küçüş pinhanda Hızır var deydi. Dadam şundak düşlerde yalğız işleydi. Ve belki dadamның ecrini körüp barakallah oğlum dep Hızır kelgen. Ulug'dur halallık babıda dadam. Tolumu baxtlik jahanda dadam. Şu baxt dadamga nadin keldikin? İzdisem yanıla Xamanda dadam. Assalamu alaykum Nahmaydandagi ba'lig'chi ustozlar, kang tomoshabinlar va televizor oldidagi qarindoshlar. Yangsa diyoridan kelgan Muhammadcha Ahaddan hammanglarga o'tliq salom. Rahmat. Muhammadjon bayqi she'rini kimning she'ri? O'zim yozgan. O'zingiz yozdingizmi? Pek yaxshi she'rga bu hozir o'qitamsiz yoki xizmat qilamsiz? Şinjan San'at institutida o'qiyapman. Kasbingiz? Rejissyorlik kasbida. Rejissyorlik. Hayt yaxshi. Undaq arzuyingizni anglaylik. Bu arzu to'g'risida bir hikoyam bor.
Öz arzuyum bo'yicha to'liqsizni bitkizib to'liq o'tirni o'qidim. To'liq o'tirninki ikkinchi mavsumga kelgan qishliq ta'tilda onam so'qir ichak kasallik bilan bir qatim operatsiya qilindi. Endi xil ig'ir bo'lib ketganligi uchun men o'qishdan azroq umidsizlanib qoldim. Nimishqa deganda dadam yashinib qoldi. Men balaning cho'ngi ikki singlim bor. Ular o'qiyotganligi uchun men o'qishdan chekinish xiyoliga keldim. Ben o'qishdan chekinish xiyoliga keldim. Lekin onam davomli menga ilhom berib turdi. Deb o'qishni davomlashtirdik. Anqacha oliy maktab imtihon vaqti yaqinlashdi. Onam yana bir og'riq bilan doktorxonaga kirib qoldi. Men imtihon mangan kuni onam doktorxonaga o'rlashtirib qo'yib ketdim. Yakan ayasida imtihon berdik. Adabiyot imtihoni shunda yaxshi berdim. Ana deb telefon qilmoqchi, telefon ursam dadam oldi. Dadam işte yaxshi bergandim. Ana bilan ko'rishay, anam xabarni yetkazay desam, anam hozir doktorlarning qishida bir tekshirtayotganda bolam, yili chiqqan vaqtda men telefon qilay dedi. Andan shu kuni tushdan keyin matematika imtihonini berib chiqdim, imtihondan chiqib tursam, anam telefon qildi. Ovoz shunchalik bo'sh gaplarni anglayolmadim. Ha bolam, imtihonni yaxshi bergan bo'lsang bo'ldi. Men tekshirsam kasal ig'ir emas ekan. Doktorlar dori yozib uyga chiqib boramiz dedi. Ha bo'ldi ana deb telefonni qo'yib etdim. Yarim soatdan keyin bir ommaviy telefon keldi. Asam mening cho'ng singlim. Anam baya operatsiyadan chiqib, san telefon qildi deb. O'sim kasallik bilan operatsiya qilinibdi. Men bilmadim uni. Endi keyingi ikki pan imtihonni ko'nglim shunchalik yerim, ammo yaxshi bera oldim. Öz arzuyum bo'yicha Shinjang san'at institutiga qabul qilindim. Lekin men chaqiriq qog'ozini olgan vaqtimda onam o'ziningki tartiga chiqqanmig'idek holat yetib qolgan. Endi o'qitsam bo'lmaydi men. Dadam yashinib qoldi. Onamni boqaman, ikki singlimni o'qitaman degan xiyollarni kallamda o'ylab yurgan vaqtimda to'liq o'tirgan ikkinchi yilga chiqqan cho'ng singlim akam qolsa balkim pul deb onam davolata olish mumkin, ammo u onamning tartiq qoch tutib, uni tamqini etib kirni yuyolmaydi. Shuni men qila olaman deb dadam bilan o'zi maslahat qilib, to'liq o'tirib chekinish rasmiyatini o'tab yenib chiqib olibdi. Men hech nima kutmay, men taxi o'qimayman deb dadamga deyman deb yurgan chaqlarda u rasmiyatni o'tab chiqib qilib olibdi. Meningki shu kartlarimni pullarni qachlab o'qish haqqlarini hammani naqlab qo'yibdi. Shuning bilan endi uydagilar bunchalik qurbonlik berganligga edi, men yana o'qimayman deb yoltaysam, bu to'g'ri bo'lmag'idek deb shu og'riqcha onamni dadamga singlimga topshirib Urumchiga o'qishib keldim. Ala bugungi kunga qadar shu qadrdon dadamning, shu bardosh onamningki o'z o'qishsiz qolgan shu jasoratlik bechora singlimning yordami bilan, qo'llash bilan o'qishimni bugungacha davomlashtira oldim. Mening bu yerga chiqishlik orzuyimmi? Meni shunchalik qo'llab quvvatlaydigan, o'zining baxtidan voz kechadigan singlimga. Endi u meni akam deb cho'ng biladi, yaxshi ko'rdi. Ammo u mening qalbimda mening ustozim. U menga baxtning nima ekanligini bildirib qo'yadi. Shuning bilan endi bu yerga o'zim yozgan she'rlarimdan Xamandik dadam degan she'rimni elib shu jafokash dadamninki maqsadga ajriga bir rahmat aytish orzusi bilan chiqdim. Boshqa hech qanday moddiy talab fikrlarim yo'q. Demak, siz mush texnika qadam qo'yib she'ringizni o'qishga boshlagandan boshlab, amaliyotda orzuyingiz reallikka aylanib bo'ldi endi. Aylanib bo'ldi, to'g'ri. Sizning orzuyingizmi nayt kishini suyundiradigan arzu ekan. Shuning bilan bir vaqtda orzuyingizning nayt tezda reallikka aylanganligidan mush programmaning xizmatchisi bo'lganligim uchun bek faxrlanyapman o'zimdanmi. Bizni faxrlantirganingizga rahmat edim. Undan boshqa sizdagi siz uchun qurbonlik berganlarga bo'lgan minnatdorlik tuyg'usi hammamizni ta'sirlantirdi. Albatta mush fursatdan foydalanib sizning jafokash ota-onangizga shu suyumlik
singlinizga, oila a'zolaringizga salomimizni yo'llaymiz. Oilangizga baxt tilaymiz. Tirishib o'qib, yaxshi natijangiz bilan, iqtidoringiz bilan shu qadrdonlarga javob qaytaring. Bo'lamdi? Bo'ldi, rahmat. Men yana bir gapim. Bu programma mehr muhabbat ato qilish uchun korxonchilarimiz, arboblarimiz yig'ilgan katta bir sayna ekan. Men mushu fursatdan foydalanib korxonchilarimizga rahmat aytaman. Bo'ynimizniki mushu singlisi, mushu inimiz uchun o'qishdan to'xtab qolibdi ekan. Hamda men 2004-yil oliy maktabga menga vaqtimda o'xshash bir qismatga duchor bo'lib ekanmiz, mushu inimizga o'xshash. Mening bu singlim mening o'qishim uchun o'zining o'qishidan voz kechgan. Shuning bilan men cho'qim kelgusi cho'ng bo'lsam, pul topa olsam, maktab bichib, o'sha o'qishsiz qolgan bolalarni o'qitma degan bir orzu umid bilan tirishib intilning bugunni yaratdim. Hamda gapni qisqachilib desam, mushu inimizning singlisini avadi. Mayli xanzut o'rgansin, mayli ingliz o'rgansin, mayli kompyuter o'rgansin. Ish qilib uyg'unishda orzusi bo'lib qolsa yana biz mayli Xotanda bo'lsin, mayli Qashqarda bo'lsin, yo Urumchida o'qiy olsa yaxshi. Men eng yaxshi holatda haqsiz o'qitib tarbiyalashga men o'zimning bir kuchimni chiqarsam degan umidim bor. Rahmat. Rahmat. Sizga rahmat. Bu sahnamizda shirin tushlar, reallikqa aylang'usi, shirin tushingizning orzuyingizning reallikqa aylanganligini tabriklayman. Rahmat sizga, xushallik sizga yor bo'lsin. Japokesh otasi, mehribon onasi va fidokor singlisiga bo'lgan minnatdorligini shirin tush sahnasida ifodalash maqsadida Yingsan oilasidan kelgan Mehmetjon Ahad o'zining orzusini amalga oshirdi. Biz uning oilasiga baxt, o'qishiga utuq, buningdan keyingi hayotiga muvaffaqiyat tilaymiz. Shirin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylanadi. Şinjan İxlas Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti İxlas Shirin tush programmasi orqali shirin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizda sifatli mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tikilgan Şinjan Sabiylar Kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab qilgan. Tibobatchilik sog'lomlik sohasida danglik marka yaratish yo'lida to'xtamay izlanayotgan Şinjan Loqman Akil biofan texnik cheklik sherikti hamkorlashgan Shirin tush programmasi nazaringizda bo'lg'ay. Atam yülek her bir kademde, anam bezler kalsam elemde. Atam yülek her bir kademde, anam bezler kalsam elemde. Kalemde dastan yazsamazlık kıyılıdım. Şular için bu kalemde dastan yazsamazlık kıyılıdım. Külfetlerge perva Hemmedin bek buldum etiva Küye keti Yangretip nava Mümkün kassamazlık kılıdım Küye keti Yangretip nava Mümkün kassamazlık kıldım. Şikayet sizdenim. Rahmet. Haşalımız. Özünüzün bir tanıştırıp ettim. İsmim Dilşat İsmail. Özüm Qashqar diyardan keldim.
Hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Xizmat qilamisiz yoki o'qiyapsiz? Hozir Qashqardagi har qaysi maktab kurslarga berib, shu oila tarbiyasi to'g'risida maxsus dars so'zlayman. Unda bo'lsa bu men kichigimdan tarbiyasiz qolgan bir bola. Kichik vaqtlarimda toki 14 yoshimga kelgacha hech qanday ona dadaning tarbiyasini ko'rmagan. Sargardorlik hayotida shu abnumraylik qutqizish punktininki yordam bilan ishkirdan qaytirib akilingan. Hozirgacha o'zimning ota-onasi kimligini bilmayman. 2005-yilga kelganda nayt mikrofon bir dada meni o'ziga bola qilib tanladi. Bu yil 2015 kirsa 10 yil bo'ldi ekan dadamning tarbiyasida bo'layotganimga. Dadamning mendan boshqa 3 o'g'il bir qizi bor. Shundaqdimi yana meni uyda o'g'ilning kichigi deb turib, nayt yaxshi tarbiyalanib berdi. 10 yil jarayonda meni hech qanday bir o'quvchisiz odamdan maktablarda o'qitdi. O'qish jarayonida men bir psixika bilimiga intayin muhtoj ekanligimni tushunib yetdim. Shuning bilan o'qituvchilarimningki menga yo'l ko'rsatish bilan maxsus bolalar psixikasi o'rgandim. Andan keyin o'zimning psixikasini yengish bilan birga o'qishni bitirib ketgandan keyin Qashqar shahriniki Fayzobod noyasilik san'at o'maki qabul qilinib shu yerda xizmat qildim. Lekin endi mening orzularim men kichigimda tarbiyasiz qolgan. Shundan keyin menda bir istak tug'ildi. Menga o'xshash tarbiyasiz qilayotgan, menga o'xshash ota-onasi yo'q, nurg'un umid arzularni ko'ngliga pukkan bolalar menga o'xshash cho'qim yana bor. Men mushular uchun bir ozroq xizmat qilib bersam deganni o'ylab xizmatimda istifa berdim. Boshda o'tkilarmi bir qur bolam istifa berganing yaxshi bo'lmadi. Chunki biz seni o'qitdik, Mamirjabada xizmat chiqargan deb turdi. Meni yaxshi tarbiyaladingiz, yaxshi o'qitdingiz. Men shuningdan yaxshi natijalarni qo'lga keltira olaman. Shu ishonchim bo'lganligi uchun men xizmatimdan istifa berdim. Deb 2010-yil xizmatdan istifa berib, 2013-yilgacha Janubiy Shinjang taraflardan maxsus tajriba to'plash uchun har qaysi shahar, nahiya, yezlarga tushib, bizda kam bo'layotgan bolalar tarbiyasidan iborat eng muhim bir ufqimni eskib chiqdim. Dadamning salomatligi hozir yaxshi emas. Herhalde bo'ladi. Mening dadam tarafdan birdan bir arzuyim men dadam o'xshash bir odam bo'la olsam. Chunki dadamning arzusi maktab ketish. Men maktab qilolmasam ham maxsus bolalar uchun bir faoliyat qilib beradigan yaxshi markaz qura olsam. Mening arzuyim shu. O'zingizning arzuyingizmi shu? Dadangizning arzuyimi shu? Balalar uchun xizmat qiladigan bir kichik bo'lsin bir so'rinni hozirlash. 10 yosh, 10 yoshgacha ishkirda sargardon bo'lib yurdim dedingiz. Ayni vaqtlarda kunduzi, nega yoz vaqtlari, nega bakroq kun nuri tushsa, shu yerlarni ko'rib olib kechdi shu yerga endi yer isiydi emasmi? Shu yerlarda yotdim. Chunki endi yerda issiq o'tadi. Qish kunlari bo'lsa, axlat sanduqining ichiga kirib, axlatlarni cho'ramga yo'g'ib, sovuqdan saqlanish uchun. Lekin hozir men yaxshi men dadamga bola bo'lgan 10 yildan buyon dadamning birdan bir gapi bor. Har qatim ko'nglim yerim bo'lsa. Bolam, men seni hech qachon bequvonmadim. Seni onang tuqqan. Men hargizini bequvogan bolam demayman. Shunga men dadamning kichikgina maktab yetishdagi arzusini amalga oshira olsam. Meni orzuyim. Aziz mehmonlarimizning qanday gap so'zlari balki anglab qo'yaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilshodjon, Dilshod ismingiz. Bu Shirin tushish programmasi amaliyotda bu yerga qatnashish bir dars edishga men bunda qarsam. Nihoyat ahamiyatli gaplarni angladim, tarbiyaga ega bo'ldim. Endi Dilshodniki
beşidin keçirgen keşmişleri, təsiratları adamni o'yga soldi ekan. Bizning jamiyatimizda har xil qismatlar tufaylidan biz har xil ahvollarga uchraydi ekanmiz. İnsanның beshiga har xil ishlar keladi ekan. Gap uni ashundoq ishlarga duchor bo'lish emas. Bu bek muhim narsa emas. Meningcha muhim narsa mushlar qanday muomala qilish, shu savoqlardan qanday ibrat elish, qanday qilib yo'l echish, qanday qilib o'zgartish, yoki bo'lsa o'zimizning tirishchanligi bilan o'zimizning taqdirini yaratish. Bu eng muhim masala ekan. Faqat mushundoq bo'lgan chaqda hayot davomlashadi ekan, biz taraqqiy qildik ekanmiz. Dilshodninki cho'ng bo'lib, pishib, yetilib, oq qorinni tunib, texnika mahorat egallab, shu hozirgi dadisiga bo'lgan bir xil mehr, shu oilasiga bo'lgan bir xil muhabbat, mushundoq o'tning ko'nglida uyg'onish tutishi, mushlarning hammasi hayotning go'zalligini ko'rsatdi bizga. Hayot mushundoq ulug', turmush mushundoq suyumlik. Endi Dilshodninki arzusi o'zining dadisining arzusi, ya'ni ki o'zining bir arzusi. Meningcha bolalarni tarbiyalash endi maktablarda, yaslilarda, boshqa joylarda bo'ladi. Mushuning o'xshash amaliy o'zininki misollar orqali, o'zining bevosita ta'sirotlari orqali mushundoq tarbiyalashmi intayin muhim tarbiya. Buni men bek muhim deb qarayman. Endi bizning mavu korxonchilarimizning orasida maxsus maktablar bor. Maktablarningki qurg'uvchilari, maktablar ishini qilayotgan xodimlarmi bor. Endi hozircha agar andaq bir ishni darhol ro'yobga chiqaramizmi, lekin mushu maktablarga ilib qo'yib turib, mushlar bilan birlashib turib, paydin-pay maqsadga yaqinlashsak tamoman bo'ladi. Chunki bu meningcha nihoyatda yaxshi bir niyat, yaxshi bir tush. Men buning reallikqa aylanishiga tilakdoshman. Men ham qo'limdan kelgancha buningga yordam berishga tirishman. Rahmat. Rahmat Ozod ma'lum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning o'tkazgan kechirimlaringizni angladim. Menmi burun ishkir o'lkildi jiq tug'an, jiq uchraydigan kichik bolalar. Siz oila tarbiyasi kurs etishni niyat qilibsiz, rasmiyat bajarish to'g'riliq. Menda nurg'un markalar va ismlar va ro'yxatga oldirib qo'ygan. Shunda kurs etishim mos keladi. Rasmiyatni bitirib qolsangiz, ism desangiz men haqsiz sizga beray. Menda kim deganda 100 ism bor ro'yxatga oldirib. Sizga haqsiz tanlab olasiz bir ism. Şinjan Sabiler Kasbi Taraqqiyotchilik shirkati haqsiz sizga berdi bir ismni. Marka o'rnida. Rahmat. Ro'yxat qoldirib chimayman. Endi maktab etish to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Endi siz navada xohlasangiz, biz farzand tarbiyasini asos qilib turib, ya'ni qo'shimcha bolalarningki til va boshqa madaniyat darsliklarini qo'shib, hamkorlik orqali bu sizning tushuningizni reallikka oshirsak bo'ldi deb o'ylayman. Meningcha bu sharoitni men sizga tamoman yaratib bera olaman. Agar xohlasangiz, men bilan hamkorlashsangiz bo'ldi. Rahmat, Abdulla. Bugun kim bilan birga keldingiz? Bugun kim bilan birga keldingiz? Dadam bilan. Mush javobni berishingizni bek xohlaydim. Dadingiz bilan bir ko'rishaylik. Zumrat. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, bu yoq bo'lsa Dilshodning dadisi Ismoil akamiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nayt ulug' bir atkansiz aka, sizdan bek ta'sirlandik. Dilshod inimizni qanday sharoitda, nadan Dilshod bilan uchrashgandingiz aka? Dilshod bilan uchrashgan vaqtda Qashqar shaharlik shu bir Qizilbayroq bir rasmxonaning oldida bir tanishimizning orqali tanishgan. Men o kichik vaqtimda endi dadamda 40 yillik qolgan. Ashuni o'ylab, mush bolaning o'qishsiz qolib qolganligini o'ylab, men mush bolani bir o'qitib qo'yay deb maktabga olib borgan vaqtimda, bu bolalar endi savodsiz, yoshmi cho'ngib ketib qolibdi degan vaqtda men
Müşballarına qatar oturup bir savadi chiqib qoladi deb o'tir maktab ilmiy mudiri bir iltimos qilgan vaqtimda bu o'qituvchi bo'libdi qani o'qib baqsa deb nima qildi anlash bir urumchiga bir ishlar bilan yenib kelgan vaqtimda mayda maktab qabul qilindi dedi deb menga telefon qilibdi ana o'zim xo'shab ketib rahmatimni ilmiy mudiriga yetkazdim shuni odam bola o'qib 6 o'qish jarayonida savodi chiqib oldi. Ondan keyin zibi biraz o'qigandan keyin san'at maktabiga balo qilib berib, shunga bir san'atga qabul qilindi. Angiz o vaqtida men bu bolaning yana shu vaqtida bir kichik o'g'lim san'at maktabida o'qiyotgan vaqt edi. Mening maoshim chiqmay emas, bo'lsa o'qimay turibdi sang'ulta bilan. Unda o'qiganda ya bir binoga o'rgansam, yoki bir qo'llanishtirib bir nantiga qarashni bir o'rlashtiray desam bir o'qig'im bor deb mana shu talabni qo'ygan ekan bo'libdi mishbalni o'qitib qo'yay deb shu o'zining arzusi bo'yicha maktabda o'qitib mana shu Urumchi san'at maktabida o'qitdim. Ammo bu gapni hozir qadar abiyam deb aytdim, ammo shu bir kim bu bola o'zimizning bolasimi desa deb qilib olgan gapni bir kimga demagan urib qolib o'tirishdan boshqa adam uqmaydi. Ham bolalarimi shu o'zimizning bolalarimiz uqadi. Endi meningga sirtganda mabal cho'ngib qolgandan keyin ham ta'sirda yaxshi bo'lmay qolmasin deb zikrimga demagan degan endi o'zi bu ishni ana bu qilganligim tarbiyalaganligimni so'zlab o'tdi endi. Bugün mush program sababdan qayta tilga ilinib qoldi. Lekin sizlarning oilanglar nihoyat inoq bir oila, Dilshod sizlarning oilaning nihoyat muhim bir a'zosi, kam bo'lsa bo'lmaydigan, shundaqmi aka? Ha. O'g'lingizdan faxrlanamsiz? Faxr nima? Nurg'un yaxshilarni qipti, jafo mushaqqatga shundoq chidaydi ekan, yana nurg'un yaxshilarni qilg'isi bor ekan. Bizmi shundoq faxrlandik. Sizning bir otalik mehringiz bilan mush yigitni beqib cho'ng qilganingizga va uni shundoq yaramliq tarbiyalaganingizga hammaylar chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Jafo tortibsiz aka, oilanglarga baxt tilaymiz. Rahmat. Dadingizni bek yaxshi ko'rsiz deyman, ha? Shu munosabat bilan bir yurak sözümle aytib olsam, 10 yıl bo'ldi. Akılarım, ata-anam men bek yaxshi ko'raman. Lekin 10 yildan buyon men yaxshi ko'rmadigan gapni og'zimdan chiqaramadim. Tirishchilik ko'rsatdim. Lekin yana ba'zida qanday isbotlashni adam vujudidan birisini yaxshi ko'rganda qanday isbotlashni rost bilmaydi ekan. Hem dadam üçün bir arzuyum, dadamning yendek bel nimalar og'rish nimasi bor. Dadam üçün o'ylaydiganim shu dadamga bir yilqi ug'lash o'rindiqqa setib ep beralisam. Dadamga shuni qilib beralisam ish bo'lmagan. Rahmat. Emsi bu arzuyingizni Şinjan Sabila Kasbi Taraqqiyotchilik shirkati amalga oshirishingizga tilakdoshlik bildirib, amalga oshirib turibmiz. Rahmat. Shirin tushingiz amalga oshdi. Rahmat. Sizning arzu-armaningiz shu markatimizga chiqmay turib amalga ish bo'ldi o'ftam. Rahmat. Balalik chaqlaringizda tatgan jafolaringiz ko'z oldingizga kelgan bo'lishi mumkin. Bayim hamma o'ylab shundoq ko'nglim yerim bo'ldi. Lekin xushxallarligi hodiqingiz chiqidek ishlar oqoqidan bo'yitibdi. Nihoyatda suyimlik, inoq bir oilangiz bor ekan, sizni kuyindigan ota-onangiz, qarindoshlaringiz bor ekan, undan boshqa ko'pchilikmi siz uchun olqish yangritib o'tdi. Arzu-armonlaringiz bugun saknimizda reallikqa aylandi. Shuning uchun kesib ayta olamanki, bizning Dilshod inimiz nihoyatda baxtli. Shirin tush sahnimizda arzu-armonlar reallik aylang'isi muborak bo'lsin. Sizga baxt tilaymiz, oilanglarga baxt tilaymiz. Sargardon bolalarning hayot kartinasini ko'z oldimizda yana bir qitim namoyon qilgan Dilshodjonning mahrumlik, jafo mushaqqat, qaysarlik, xayriy ihson, minnatdorlik va beg'ishlash ichida o'tayotgan hayoti yuraklarimizni o'rtidi. Uni o'z o'g'li qatorida ko'rib, otiliq mehri bilan cho'ng qilgan Ismoil akaning samimiy va mehrlik bayonlari bu dunyoning yaxshi kishilar bilan texmi go'zal bo'lganligini tonitdi. Programma guruhimiz Shirin tushning barliq ko'rurmanlarga vakolatan bu bir oila kishilarga samimiy hurmat va ehtiromimizni yo'llaymiz.
Şirin tush programmasi davomli mayil qabul qiladi. Tizimlashni xohlaydigan qarindoshlarning ekran ostidagi telefon nomeriga va yoki Yovay Novator orqali tizimlashni umid qilamiz. Ekran orqali qadrli ko'rmanlar, siz qaysi mayirning arzusini ahamiyatga ega, qimmatga ega deb qarasangiz bir tal bilet tashlashni unutib qolmang. Bilet tashlash usuli bo'lsa, 11 ni yozib, keyingi o'zingiz yoqtirgan mayirning rad nomerini yozib, 106 26 619 ga qisqa uchur qilib yozsangiz bo'ladi. Tafsilotini Yovay Novatori va yoki Karvan toridan ko'rib oling. Onun başqa yana riyosatchilarning kirimini ta'minlab bergan to'yg'u, to'y girim, to'y suratchiligiga va shunaqa riyosatchilarning kiyimini ta'minlab bergan favori kiyimchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.